Hop, assalomu alaykum hammaga. Edukas podkastimizning 7-chi soniga xush kelibsizlar. Demak, bugungi podkastimizdagi suhbatimiz Zaid Sustainability Prize nomli tanlovning bu yilgi g'oliblari Ashapov Asilbek va Pahlavon G'ulomov bilan bo'lib o'tadi. Demak, Asilbek o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz bo'ladi. O'zingizni o'sha o'z haqingizda ma'lumot bersangiz bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Asilbek, familiyam Ashrapov va men hozirda Toshkent shahridagi Prezident maktabini 9-sinf o'quvchisiman. O'sha Nurbek aytib o'tganlaridek, yaqinda Zaid barqarorlik mukofotini o'sha g'olibi bo'lib topildim. Hozir bugun o'sha haqida gaplashamiz. Savol-javoblar bo'lsa, bemalol gaplashamiz. Xo'p, Pahlavon, siz ham o'z haqingizda tanishtirsangiz bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Alo deyish. Hammaga salom. Mening ismim Pahlavon. Men Toshkent shahridagi Prezident maktabining 10-sinf sinf o'quvchisiman va boya Nurbek aytib o'tgandek, Zaid barqaror rivojlanish fondida bu yil g'olib bo'lganman. Hop, juda ham zo'r. Avvalo taklifimizni hurmat qilib rozi bo'lganinglar uchun rahmat. Xo'p, demak, hammaga qiziq, o'zi bu tanlov haqida qisqacha ma'lumot bera olasizlarmi? Bu mukofot o'zi qanaqa bo'lgan, o'zi jarayoni qanaqa, nimalarga bag'ishlangan, o'zi qanaqa yo'nalishdagi mukofot, shu haqida gapirib bersanglar yaxshi bo'lardi. Mukofot haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bu Zaid barqaror rivojlanish fondi Sheyx Zaid Al-Nahyon nomidagi mukofot bo'lib, bu mukofotda o'zi yaratishligini asosiy maqsadi o'sha Birlashgan Arab Amirligini hozirgi ahvoliga keltirtirgan, iqtisodiy va umuman davlat sifatida rivojlantirgan o'sha odamni afsonasini butun dunyoga yetkazish bo'lgan asosiy maqsad. Shu orqali ular butun barqaror loyihalarga pul tikish orqali ular o'sha odamni afsonasini dunyoga yetkazishmoqchi bo'lishgan va ular 6 ta regionda Global High Schools kategoriyasi bo'yicha va 5 ta food, water, energy va shu kabi yana ikkita kategoriya, jami 5 ta kategoriya bo'yicha $1 million miqdorida grant berishadi. Xo'p, tushunarli. O'zi bu mukofotga qanaqa qilib, qayerdan xabar topgansizlar? Kim aytib qo'ygan va ariza topshirishga nima turtki bo'lgan? Shu haqida aytib bera olasanmi, Asilbek? O'zi umuman gapiring. Okay. O'zi umuman bu loyihani bizga o'sha maktabdan aytishgan, shunaqa loyiha bor ekan deb, shunga topshirib ko'ringlar deb aytishgan. Keyin biz o'shanga qiziqib ko'rganmiz. Ya'ni o'zi qanaqa loyiha, o'rganib chiqqanmiz. O'sha Birlashgan Arab Amirliklari prezidentini o'zini, ya'ni loyihasiligi haqida xabar topganmiz, qanaqa topshirish mumkin, o'sha narsalarni qarab chiqqanmiz. Keyin undan keyin o'zimiz o'sha o'ylagan ideyamiz bor edi. O'sha ideyamizda keyin rivojlantirib, uni o'zgartirib, umuman qisqacha qilib aytganda shunaqa uni rivojlantirib, unga narsalar qo'shib, uni tushuntirib, ularga keyin topshirganmiz. Bu bir uzoq jarayon bo'lgan. Uning ustida bir где-то общий bu loyiha ustida 2 yil ishlangan. Keyin uni topshirib, mana bu yil g'alaba qozonganmiz. O'tgan yili ham topshirilgan bu loyiha bilan, lekin o'tgan yili finalist bo'lganmiz. Ya'ni faqat finalist bo'lganmiz, ya'ni g'olib bo'lmaganmiz. Bu yil bo'lsa g'olib bo'lib, hozir bu yil g'olib bo'ldik. Xo'p, tushunarli. Yana oramizda juda ham ko'pchilik so'raydi. Davlat maktabi, litsey o'quvchilari ham shu tanlovga topshira olishadimi? Unda qanaqa jarayon bo'ladi? Litsey kollej bilan farqi bormi? O'zi Nurbek, ana farqiga bormas ekanman. Litsey bilmadim, lekin kollejdagilar topshira olishadi. Chunki o'zi boya aytdim, sizda 2 ta kategoriya yo'nalish bor. Yo biznes qilasiz va $1 million va yoki Global High Schoolga topshirasiz, o'zingizni jamiyatingizdagi o'zgarishlar qilishga va unda $150 ming berishadi. Siz agar o'sha Global High Schoolga topshiradigan bo'lsangiz, kollejda 9-10-11 sinf o'quvchisi bo'lishingiz kerak va shu kollejda o'qiyotgan bo'lsangiz yoki
o'rta maktablarni o'sha katta sinfda o'qiyotgan bo'lsangiz topshira olasiz. Litsey to'g'risi litsey nimaligini bilmas ekanman. Agar litsey kollej bilan bir xil narsa bo'lsa, unda litseydan topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Endi demak tanlov haqida menimcha ma'lumotga ega bo'ldik. Endi loyiha haqida gaplashaylik. Bu tanlovga topshirgan loyihangiz o'zi qanaqa edi? Nimadan iborat edi? Qanaqa muammoni hal qilishni maqsad qilgandinglar? Umuman o'zi bu loyihaga g'oya bizada shunchaki yomg'ir suvini qanaqadir o'zi umuman ideya bor, ya'ni yomg'ir suvini nimadirga ishlatish, masalan uni har xil maishiy o'sha ishlarga ishlatishadi, qanaqadir kir yuvish, boshqalar, masalan endi qishloqlarda. Va biz o'ylaganmiz o'sha yomg'irni qanaqadir foydaliroq holatga keltirsak bo'ladimi, uni filtrlab yoki shu filtrdan o'tkazib uni ichimlik suviga o'tkazsa bo'ladimi deb o'ylaganmiz. Bu boshida loyiha bo'lgan, просто shu yomg'ir yog'ganda shu narsa kelgan bizga. Keyin undan keyin uni o'sha ya'ni filtr qanaqa bo'ladi? Bizda hozir filtrda o'sha bor, ya'ni o'sha materiallar qanaqa narsa ishlatiladi? Masalan, bizda granular activated carbon, keyin charcoal, granular activated carbon, keyin pebbles, keyin sand borda. O'sha narsalar qanaqa qilib yordam beradi filtrlashga? Umuman qanaqa qilib buni qilib chiqsak bo'ladi? Bitta sistema qilib yaratsak bo'ladi. Keyin buni O'zbekistonning qaysi viloyatiga qilsak deganmiz va Qashqadaryo eng yaxshi variant bo'lgan, chunki agar bilsanglar, Qashqadaryo O'zbekistondagi eng kam o'sha suv, ya'ni eng kam suvi, toza suv bor viloyat hisoblanadi. O'shanga Qashqadaryoda bu narsani effekti katta bo'lishini biz bilganmiz va imенно bu narsani Qashqadaryoga moslab qilganmiz. Ya'ni Qashqadaryodagi yog'ingarchilik, o'sha undagi aholini suvga bo'lgan muhtojligi, shunga o'xshagan narsalarni hisobga olib, imенно Qashqadaryoga moslab qilganmiz. Va bu loyiha o'zi Qashqadaryodagi 150 ta maktabga o'rnatib berilishi ko'zlangan. Bundan 45 mingta odam, ya'ni 45 mingta odamni bu loyihamiz o'sha kuniga 2 litr miqdordagi suv bilan butun yil ta'minlab berishi mo'ljallangan bu loyihadan. O'zi umuman qilib tushuntirib aytadigan bo'lsam. Tushunarli, juda ham ajoyib. 150 ta maktabni ta'minlash babi juda ham katta ish. Xo'p, bilasizlar, bu tanlovda babi ekologiyaga oid muammolarni hal qilish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu topshirayotgan yangi odamlarga aynan ekologiyadagi qaysi muammolarga yechim bo'ladigan loyihalarni olib chiqishini tavsiya berasiz? Ya'ni, masalan, suv ifloslanishidan tashqari qanaqa muammolarni yana olib chiqsa bo'ladi loyiha tarzida? Qanaqalarni tavsiya qilgan bo'lardinglar? Hop, o'zi umuman O'zbekistondan topshirilayotgani uchun menimcha qanaqadir muammo tanlaganda O'zbekistonga mosroq yoki o'sha aytganimdek O'zbekistonning qaysidir viloyatiga, ya'ni aniq bitta joyga mos bo'lgan, o'shanga to'g'ri kelgan va o'sha yoqda ko'proq odamga foydasi tegadigan kattaroq effektdagi loyiha qilishni tavsiya berardim. Endi u mavzusi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston ham bu masalan hozir bo'layotgan global problemalar, masalan, harorat oshishi yoki plastik chiqindining ko'payib ketishi, shunga o'xshagan yoki masalan ichimlik suvi taqchilligi, bunga o'xshagan loyihalardan O'zbekiston ham, ya'ni O'zbekistonda ham bu narsalar bo'lishi kuzatilmoqda-da. O'shanga menimcha u qanaqa ya'ni problemalar ko'p, shunchaki bitta problemani tanlash kerak va uni to'g'ri joyda qilib berishni ko'rsatib bera olsa menimcha yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni hozirda O'zbekistonda u narsa bo'layotgan bo'lishi kerak-da problema. Va o'shanda effekt kattaroq bo'ladi. Agar ko'proq odamga yordam bersa, endi bilasizlar, u anaqa kattaroq loyiha bo'ladi va ko'plar qiziqadi. Ya'ni Zaiddagilar ham bunga qiziqib, kattaroq foydasi tegadigan loyiha ekanda, bular ham bunga qiziqish bildiradi. Bu menimcha shunaqa qilish kerak. Aha, tushunarli. Endigi navbatda demak, ariza jarayoniga ham bersak bo'ladi menimcha. O'zi loyiha davomida va ariza topshirish jarayonida qanaqa muammolarga duch keldinglar? Misol uchun, ariza topshirayotganda qanaqadir problema chiqib qoldimi va uni qanaqa qilib hal qildinglar? Misol, babi onlayn topshirgansiz arizani.
Ovozim boryaptimi, ovozim? Ovozim boryaptimi hozir? Ha, kelyapti. Hozir Pahlavon javob berib beradi bunga. Bo'ldi. Savolni qaytaraymi yoki bo'ladimi? Menimcha Pahlavon shekilli, hozir bir daqiqa. Xo'p, Pahlavon, demak, savolga javob bera olsangiz yaxshi bo'lardi. Ariza jarayoni haqida, ya'ni bu ariza jarayonida baribir onlayn bo'lgan, qanaqadir problemalar bo'lganmi ariza jarayonida? Problemalar bo'lgan bo'lsa, qanaqa hal qildinglar? Dastur davomida, ariza jarayonida? Ariza dasturda onlayn topshiriladi. Biza ariza topshirishda o'tgan yili ham, bu yili ham onlayn topshirganmiz. Ariza topshirish jarayonida birinchi asosiy sahifa maktab haqida, maktabdagi o'quvchilar soni, maktabingizdagi o'zgacha jihatlari va maktabingizdagi o'zi umuman jamiyat haqida gapirib o'tasiz. Ikkinchisi muammo. Nima muammoni yechmoqchisiz o'zingiz loyihangiz bilan? Shu haqida aytib o'tasiz va shu kabi bo'limlar bor. Har bitta bo'limda o'zingiz loyihangiz haqida tanishtirib o'tasiz, sizni jamoangiz haqida so'rashadi. Sizni loyihangiz boshqalar o'zini o'sha jamiyatingizda qanaqa o'zgarishlar olib keladi, nimaga o'sha jamiyat uchun boshqacha siz masalan O'zbekistonda 2 ta loyiha chiqqan bo'lsa, men siz loyihangizni tanlash kerak. Shu kabi savollar bo'ladi va shu savollarga javob berishingiz kerak. Hammasini zaitsocialprize.org o'sha Zayt Sociality Prize Googledan qidirsanglar asosiy sayti chiqadi va o'shda apply qilsanglar bo'ladi. Tushunarli. Endi tajriba qismiga o'tadigan bo'lsak, o'zi savollarimiz ham ozgina qoldi va ko'pchiligimiz mikrofonimiz o'sha qo'limizni ko'taryapmiz. Bu savollarga, demak, o'sha obunachilar savollariga bizni podkastimiz oxirida javob beriladi. Albatta, izohda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi savol bu yerda ushbu tanlovni yutganingizdan keyin nimalarni his qildingiz? Misol, qanaqadir taassurotlaringiz bilan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Ushbu tanlov yutgandan keyin biz juda ham xursand bo'ldik Asilbek bilan. Sababi bu bizani yoshlar uchun, yangi O'zbekiston uchun katta imkoniyat bo'ladi. Sababi bizani asosiy maqsadimiz shu O'zbekistonda Qashqadaryodagi 45 mingta odamni hayotini o'zgartirish edi va biz o'tgan yil yutqazganimizdan keyin o'tgan yil loyihamiz shahardagi binolarda qurishni rejalashtirgandik. Bu yili viloyatga o'tganmiz va o'tgan yili shunaqa shaharlarda urban yangi filtrlar o'rnatamiz ekanmiz deb siqilgandik. Bu yili mana shunaqa odamlarga yaxshilik qila olishimiz bilganimiz uchun ham juda ham xursand bo'ldik. Yana bitta narsa, bizani o'sha taqdirlash marosimida davlatimiz rahbari ham bor edi va davlatimiz rahbari bilan birga shu sovrinni qo'lga kiritganimiz buni yana ham bizani xursand qildi. Chunki masalan men o'zim yoshligimdan ko'rib kelardim, sportchilar sovg'a olardi davlatimiz rahbari qo'llaridan, artistlar sovg'a olardi, har xil davlat mukofotlari olardi va bu safar ta'limda ko'pchilik o'zimizda ta'lim rivojlanmayapti degan, men o'zim adamim, oyim ham o'qituvchi, o'sha sohada katta bo'lganman, shu sohadagi ko'pchilik orzusi edi va men o'zim o'sha narsada birinchi qadamlardan bittasini tashlaganim uchun juda ham xursand bo'ldim va shunaqa natijaga erishganimizdan rosa ham baxtlimiz. Aytib o'tgandek, qo'shimcha qiladigan bo'lsam, aytib o'tganidek, bu juda ham biz xursand bo'lganmiz. Albatta, o'sha o'zimiz ishlagan loyihani bu g'alaba qozonayotganimiz bizga ham o'sha qilgan narsalarimizga bitta mukofot bo'lgan bo'lsa, ham bu kelajakda yana kattaroq narsalar qilishimizga undaganda va bizga o'sha prezidentimiz aytganlaridek, bu ya'ni butun yangi O'zbekiston yutug'i va bu boshlanish, ya'ni biz bu narsani boshladik, ya'ni qaysi ma'noda bu narsani boshlab berdik va bundan keyin ham davom etishga va'da berganmiz va menimcha agar biz o'sha maqsadlarimizdan bittasi ham bu O'zbekistondagi yoshlarni birlashtirib, qanaqadir o'sha
katta loyihalar yoki umuman global problemalarga yechim topishga umuman birga undash. Ya'ni men o'ylayman, O'zbekistonda agar u narsani rivojlantirilsa, agar u narsa haqida o'ylansa, menimcha potensial bor deb o'ylayman. Va shuni ustida biz hozir yana boshqa loyihalar ustida ishlaymiz Pahlavon bilan. Ularni ham sekin menimcha amalga oshirishni boshlasa kerak. Juda ham zo'r. Albatta menimcha davlatimiz rahbari bilan uchrashish va ularni ko'z oldilarida bu mukofot yutish menimcha albatta har bir yoshni orzusi bo'lsa kerak. Juda ham ko'pchilik havas qiladi bunga albatta. Xo'p, keyingisi, demak, oxirgi qismga keladigan bo'lsak, maslahat va fikrlar. O'zbekistondagi va boshqa dunyodagi shu loyihaga topshirganlar yoki umuman olganda boshqa umumiy yoshlarga shunaqa bir o'zgarishlar yaratishda, real o'zgarishlar yaratishda qanaqa bir maslahatlar bera olasizlar? Qanaqa qilib ular ham o'zlarini o'sha ta'sirini o'tkaza olishadi jamiyatga yoki o'zlarining loyihalari orqali qanday qilib o'zgarishlar yarata olishadi? Man o'zim maslahat beradigan bo'lsam, birinchi navbatda shunchaki qilish kerak. Man va biz birinchi yil topshirganimizda maktabimizda ko'pchilik topshiryotdi. Katta sinf o'quvchilarida juda ham tajribali, ko'p loyihalar qilgan odamlar ham topshirgan. Biz boshida qo'rqamiz. O'tolmay qolsak-chi. Keyin noumid shayton, qani bir topshirib ko'raylik deganmiz, loyiha topganmiz va o'sha loyihani amalga o'sha loyihani shu shaharda qanaqa qilish mumkinligini o'ylab birinchi yil topshirganmiz va finalist bo'lganmiz. Bu birinchi navbatda shunchaki harakat qilishingiz kerak, chunki harakat qilish o'zi bilan siz ko'pchilik jamiyatdagi odamlardan ustun bo'la olasiz. Chunki ko'pchilik harakat qilmaydi, qo'rqadi, mendan ham yaxshiroq biladigan odamlar bor yoki meni soham bo'lmasligi mumkin. Siz o'zingizga ishona olsangiz, o'sha yaxshi narsaligiga, siz qilayotgan ish rostdan ham zo'rligiga ishonsangiz, shu narsani qilishingiz kerak. Yana bitta maslahatim bu shu o'zimizning jamiyatdagi qanaqa muammo bo'lsa, o'sha muammoni aynan Zaid Baqarov rivojlanish fondida maktab o'quvchisini siz topshirib ko'ravering. Masalan, maktab o'quvchilarida bizda o'tgan yil qatnashgan odamlarimiz, ular maktabini o'zida asalari boqishmoqchi edi. Ularning loyihasi nisbatan kichkinaroq edi. O'tgan yil topshirganimizda yana odamlar bor edi. Quyosh svetlar ularda Argentinada svetlar 360 gradus tepaga ham chirog'i chiqargan. Ular o'zini jamiyatida, o'sha tumanida, deylik, o'sha chiroqni ustiga shunchaki oyna o'rnatishmoqchi edi. Juda oddiy loyiha edi, men o'ylaganman, oddiy loyiha-yu. Ular shu loyiha bilan finalist bo'lishgan o'tgan yili. Vaholanki, ular o'sha loyiha bilan shunaqa application yoza oladigan ish qilishganda. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa qanaqa loyihalar juda ham bir dunyoni o'zgartirib yuboradigan innovatsion g'oya bo'lmasa ham rostdan foydasi tegadimi, rostdan muammoni hal qiladimi, shu loyihani ustida ishlashinglar kerak va mana shu loyihaga aynan topshirib ko'rsanglar, bu loyihada yuta olasizlar. Men agar o'zimdan maslahat etadigan bo'lsam, birinchi bo'lib, ya'ni qanaqadir g'oya bor, masalan, qanaqadir muammo topdinglar, o'shanga g'oyalar bor. Nima haqida loyiha qilish g'oyalar bor. Va u narsani boshlash kerak. Ya'ni, masalan, bu g'oya bo'ladimi yoki bunisi bo'ladimi deb, ya'ni g'oya qidirish o'ziga juda ko'p vaqt talab qiladi, zo'r g'oya topish, lekin u narsani topgandan keyin ikkilanish kerak emas. Ya'ni uning ustida to'xtamasdan ishlash kerak. Masalan, kichkina narsalarni o'zgartirish mumkin. Aytaylik, просто research qilib bu narsani qanaqadir tomonlarni rivojlantirish mumkin. Va har doim uni rivojlantiraversa va har doim uni nima deydi, uni ustida ishlayversa, u narsa sekin-sekin bo'lsa ham rivojlanadi. Va masalan, biz borganimizda ham o'sha bizaga raqobatda Turkiya bilan Ozarbayjon bo'lgan bo'lsa, ularning loyihasi ham katta emas. Masalan, bittasining loyihasi bu organik chiqindilar bor, o'sha organik chiqindilarni to'g'ri, nima deydi, alohida bu sirchaliklarga yig'ish va u narsani birga o'sha narsani recycle qilish olib borib va o'sha plastikni umuman organikdan inorganikka ajratgandan keyin u narsani mana shu umuman plastik waste yoki shunga o'xshagan umuman musorga chiqib ketadigan narsalarni recycle qilib qaytadan ishlatishdi. Va masalan, bu g'oya ko'plarga kelishi mumkin, lekin ular ham o'sha loyihani qilib, masalan, finalist bo'lishgan. Va masalan, keyingi yil topshirilsa, u narsani ustida yana ishlasa, ular keyingi yil g'olib bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun qanaqadir loyiha topdim, uni ustida to'xtamasdan ishlash kerak va kichkina narsalarni, ya'ni kichkinadan bo'lsa ham rivojlantirish kerak.
Va keyin masalan Zaidni misolida oladigan bo'lsak, Zaidga topshirsa, ya'ni haqiqatan zo'r loyiha, haqiqatan aniq loyiha bo'lsa, yana bitta narsa, loyiha qanaqa joyda qilinayotgan bo'lsa, qanaqa jamiyatga yordam berayotgan bo'lsa, o'sha jamiyatga to'g'ri tushishi kerak. Ya'ni o'sha jamiyatda o'ziga nima kerak, o'sha jamiyatga kerak bo'lgan narsalardan kelib chiqishi kerak. Bu narsa ya'ni agar kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan problema yoki o'sha muammo yoki bu narsa ya'ni kuzatilishi mumkin bo'lgan narsa bo'lsa, bu effektini kamaytiradi. Ya'ni hozirda o'zida jamiyat bu narsani boshdan kechirayotgan bo'lsa va hozir unga yechim topilsa, bu katta narsa hisoblanadi, chunki bu hozir ham, kelajakda ham ularga yordam beradi. Zaidga topshirsanglar, agar zo'r loyihalar, aniq loyiha bo'lsa, Zaidda ya'ni yutsa bo'ladi bu loyihada va bularda investitsiya ham katta, keyin umuman ya'ni qo'llab-quvvatlash ham katta va bu meni fikrimcha yaxshi nima deydi, yaxshi tanlov deb o'ylayman. Loyiha topsanglar, bundan boshqalariga ham topshirish kerak. Faqat bitta narsa, loyiha zo'r bo'lishi kerak va haqiqatan hozirgi shu jamiyatga yordam berish kerak deb o'ylayman. Meni maslahatlarim shu qisqacha. Juda ham zo'r. Menimcha o'zi oxirgi ham yetib qoldik shekilli. Ancha tez o'tib ketdik. Xo'p, oxirgi savollardan biri, endi o'zingizni o'sha yutgan loyihangiz bilan keyingi rejalar qanaqa? U loyiha kesimida nimalar amalga oshirish mumkin? Qanaqa rejalar qilyapsizlar? Umuman biz hozir ulardan, ya'ni o'sha Zaid Sustainability Prize'dan $150,000 investitsiya olganmiz va uni hozir maktabimiz bank akkauntiga tashlab berishlari kerak. Hozir ozgina menimcha bank akkauntni o'sha registratsiyadan o'tkazishda ozgina muammolar bo'lyapti va menimcha bir hafta, 2 haftalarda bizga ular ya'ni investitsiya o'sha pulni tashlab berishsa, biz ishni boshlaymiz. Menimcha yozda boshlaymiz va bu narsa 1,5 o'zi 2 yilga mo'ljallangan loyiha. Ya'ni uni 2 yil davomida ular ham kelib ko'rishadi. 4 ta qismga bo'lingan, 2 yil davomida bo'ladi bu loyiha. Va bu ya'ni mana shu yomg'ir suvini filtrlash loyihamizni qanaqa qilishimiz va keyin boshqa loyihalarimiz ham bor. Masalan, endi nimaligini aytmasam, katta, kichik va boshqa turdagi loyihalarimiz bor va ularni ham ko'pini yozda qilishga harakat qilamiz. Zaidni aytadigan bo'lsak, Zaidni shu o'zim maktabimizda hozir imtihonlar bor. Shu 20-iyullardan maktabimiz tugagandan keyin bu narsani boshlab, o'sha sekin-sekin bitta maktab bilan bu narsani o'rnatib berishi, o'shani kontrol qilib, o'sha narsaga bosh bo'lamiz o'zimiz. Juda ham zo'r. Xo'p, demak, endi obunachilar savollariga o'tishdan oldin, agarda sizda bironta bir qo'shimcha fikr bo'ladigan bo'lsa, aytib ketsanglar bo'ladi. Keyin demak, umumiy boshqalarning savollarini ham bitta ko'rib chiqsak bo'ladi. Menimcha hamma muhim narsa aytdingiz, savollar qismiga o'tsak bo'ladi. Bo'ldi. Hozir mana eshitaman. Aslbek, fikringiz bormi? Yo'q, savol berishsa menimcha yana qiziqarliroq bo'ladi-yu. Bo'ldi, savol post yubordim, kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi va birma-bir javob berilib chiqiladi albatta. Xo'p, nafaqat tanlov bo'yicha, umumiy mana shu ekologiyaga oid loyihalar bo'yicha savol bersanglar bo'ladi yokida xalqaro loyihalar bo'yicha ham bersanglar bo'ladi savolni. Hop, birinchi savol bor ekan bu yerda. Menda bir loyiha bor edi, ko'rib beradigan ustoz yo'q, yordam bera olasizmi? Hozir sizga o'zingizni o'sha akkauntingiz yozini ko'rib beramiz. Xo'p, yana so'rashyapti, biznes yo'nalishiga oid tanlovlar so'rashyapti shekilli menimcha. Biznes yo'nalishiga oid Xo'p, biznes yo'nalishiga bo'lsa, mayli. Xo'p, biznes yo'nalishiga bo'lish uchun, topshirish uchun unda bitta hozirda o'sha bor biznes bo'lishi kerak. Hozirda u registratsiyadan o'tgan va hozirda o'zini o'sha hozir amaliyot yuritayotgan loyiha biznes bo'lishi kerak. Faqatgina o'shanda biznesga topshirsa bo'ladi. Va keyin u small medium enterprise, ya'ni kichik o'rta
o'rta anaqadagi sayzdagi biznes yoki non profit organization, ya'ni anaqa nima deydi, ularda o'sha biznesni asosiy g'oyasi pul topish, ya'ni foyda bo'lish kerak emas. Ya'ni ikkita turdagi biznesni topshirsa bo'ladi faqatgina. Faqat maktab o'quvchilari uchunmi? Yo'q, katta Global High School o'quvchilari yoki hozirda biznes qilayotgan, jamiyatga, ekologiyaga foydasi tegayotgan biznes qilayotgan odamlar ham topshirsa bo'ladi. Loyihalar bilan chiqsak bo'ladi. Avvaldan bor bo'lgan, masalan, boshqa davlatlarda bor, lekin O'zbekistonda ishlatilmagan loyihalar bilan chiqsak bo'ladimi? Ha, Zebo, albatta chiqsangiz bo'ladi. Siz Zaid Sasanmuzi Prize'dagi asosiy maqsad sizni jamiyatingizdagi muammolarni hal qilib berish va o'sha hal qiladigan muammolarga moliyaviy yordam ko'rsatish. Faqat siz o'zingizni loyihangizni yaxshi himoya qilib bera olishingiz kerak. Loyihaning katta kichikligiga qaraladimi? Ha, qaraladi, chunki bu umuman shu mana fondi asosiy maqsadi boya aytganimdek o'sha Sheyx Zayd bin Al-Nahyonni o'sha afsonalarini dunyoga tanitish va shu sababli ko'proq odamlarga yordam berishni ham maqsad qilishgan. Shuning uchun kattaroq loyihalar chiqarishlar kerak. Taxminan qancha vaqt ketdi bu loyiha uchun? Boya aytdi Asilbek, 2 yildan beri ishlab kelmoqdamiz. Registratsiya iyun 20larigacha bo'ladi. Yana qarab ko'rsanglar bo'ladi saytdan. Agar loyihangiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, davlat tashkilotlari bilan birga ishlasangiz bo'ladi. Masalan, biz Zamin Ecoschools bilan, Zamin fondi bilan birga shu maktablarda kichik o'sha eko qo'mitalari, maktab kichik eko qo'mitalariga har bitta maktabda filtr topshirmoqchimiz. Shunaqa maktabdagilar bilan ishlasangiz bo'ladi va maktab yurtimizdagi o'sha fondlardan ham pul olsangiz bo'ladi. O'tgan yil Xo'p, o'tgan yili O'zbekiston bu narsa farqi yo'q. Loyiha agar boshqa loyihalardan zo'r bo'ladigan bo'lsa, ular qaysi davlatligini boshqasini qarab turmaydi. Faqatgina bu bitta maktab topshirish mumkin emas. Ya'ni biz Toshkent shahridagi prezident maktabidan keyin topshirib bo'lmaydi. U narsa O'zbekistonga umuman aloqasi yo'q. Biz u loyihani amalga oshirib keyin ularga ko'rsatmaganmiz. Biz ularga loyihani tushuntirganmiz, qanaqa qilinadi, qanaqa yasaladi va narsani tushuntirib, essaylar bo'lgan, 20-30 essaylar bo'lgan, keyin uni video qilib tushuntirganmiz va o'sha uni grafini joylaganmiz, lekin u narsani qilib keyin ko'rsatilmagan. Menda ham bitta loyiha bor edi. Xo'p, buni ko'rib beramiz. Pahlavonga yoki menga yozsanglar, loyihani ko'rib beramiz. Topshirish jarayoni hozirdan boshlangan. O'sha Pahlavon aytayotganda 20-iyungacha davom etadi. Menda loyiha bor edi. Agar qancha pul ketishini, qanchalik pul ketishini, qancha mablag' ketishini bilmaydigan bo'lsangiz, taxminiy emas, u narsani qidirib ko'rib, ya'ni o'rtacha narxi qanaqa va qanchaga sotib olish mumkin, shu narsalarni qarab, uni yozsangiz bo'ladi. Ya'ni taxminiy, ya'ni yaqinroq taxmin qilsangiz bo'ladi, lekin unaqa taxminiy qilmasligingiz kerak. 16 yosh bo'lsa ham o'z xususiy biznesi bo'lsa bo'ladi. Agar biznes sizni nomingizda bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, yoki non-profit organization yoki small medium enterprise bo'lsa, topshirsangiz bo'ladi. Yana qanday loyihalarda qatnashgansizlar? Biz ko'p loyihada qatnashganmiz. Bunda birga qatnashganmiz, boshqa loyihalarda alohida qatnashganmiz. Shunaqa loyihalar ko'p. Masalan, aytib o'tdi, Zaminda ko'p loyihalar bo'lgan, ularga qatnashganmiz. Ecoschools bo'lgan, ularga qatnashganmiz. Yoki masalan, Pahlavon unga qatnashgan. Har yili robototexnikada olimpiada bo'ladi, unga qatnashgan. To'g'risi, hammasini eslamayman. Ular boshqacharoq loyihalar bo'lgan, ya'ni aynan ekologiyaga taalluqli bo'lmagan hammasi ham. Qanday apply qilsa bo'ladi? Registratsiya ochmoq. Apply qilish o'sha apply qilayotganingizda sizga nimalar yozilishi kerak, qanaqa essaylar bo'lishi kerak, qanaqa essaylarga javob berishingiz kerak, nimalar qilish kerak, hammasi ko'rsatiladi apply qilayotganingizda. O'sha yerda ko'radi va registratsiya hozir ochilgan, 20-iyungacha.
Keyin mana bu yerda aytilgan ekan. Hop, bu savolga agar u yoqda rostdan aytilgan, ya'ni qancha mablag' ketishi so'ralgan va unda bitta loyiha emas, menimcha umuman u o'sha 150 ming dollarni qanaqa qilib ishlatilishi so'raladi u yoqda. Ya'ni siz uni 4 ta qismga bo'lib chiqishingiz kerak. 4 ta qism, ya'ni 20, 30, 30, 20% pulni ketadigan 4 ta bosqich bo'lishi kerak. Aha, sizdan loyihada unaqa ko'p til bilish kerak emas, faqat ingliz tilida topshiriladi. Ingliz tilini yaxshi bilsangiz, essaylarga javob bera olsangiz bo'ldi menimcha. Yo'q, unaqa TOEFL, IELTS unaqa narsalar so'ralmaydi. Unaqa narsalar umuman keraksiz. Xo'p, demak, agar yana kimlar savol bo'lsa yozib qoldiringlar. Bo'lmasa sekin menimcha yakunlasak ham bo'ladi, agarda savollar qolmaydigan bo'lsa. Yokida o'sha o'zingizlarda Aslbek Pahlavonsizlarda fikr bo'lsa, qo'shimcha keltirsanglar bo'ladi, yokida yana bir savollar kutsak bo'ladi menimcha. Xullas, men hozir quvvatim o'chib qolishi mumkinligi uchun san taklif etishim mumkin. Shu savollarga albatta javob beraman. Hozir telefonimni quvvatlab bo'lgandan keyin har bittasiga bittalab e'tibor berib qarab chiqaman. Va hammanglarga rahmat. Kattakon podkast rostdan zo'r bo'ldi. Edugrantsda necha yildan beri men o'zim obuna bo'lganman, o'zim chiqaman deb o'ylamagandim. Shunga bizlarni qabul qilganingiz uchun, mana biz bilan podkast olganingiz uchun sizlarga rahmat. Agar savolinglar bo'ladigan bo'lsa, loyihalarni ko'rib berishni xohlagan bo'lsangiz, men bilan Aslbekka o'zimizni akkauntimizni kommentariyada yozib qoldiramiz va o'shda bizga albatta yozsanglar bo'ladi. Biz sizlarni yelkanglardan tarmaymiz va albatta hammasiga javob berib chiqamiz. Rahmat. Rahmat. Hammaga rahmat va o'sha foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Va agar yana ortiqcha, menimcha hozir savollarga hammasiga javob berdik va tushuntirib berdik umuman. Agar yana o'sha boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bizani o'sha shaxsiy akkauntimizga yozishingiz mumkin va loyihalarni ko'rib berish kerak bo'lsa, ularni ham ko'rib beramiz. Yordam kerak bo'lsa, yordam beramiz yoki Zoom meeting boshqa qilib yordam berishimiz mumkin sizlarga. Rahmat chaqirganingiz uchun. Edugrantsda mayli foydali bo'lgan bo'lsa, aytgandek xursandman va ko'rishguncha deb qolaman. Sizlarga omad, sog' bo'linglar. Kattakon. Okay.